Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 30-noyabr haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana shimlarda ham arzonlashtirib tashlabdi. Nech pul deyapsiz aka bularni? Nachos. Mana ichi 30 nachos. ming. 30 ming so'm ekan. Bu nechi yoshli odamga tushadi? Kelinchaklarga, qizlarga tushaveradi-da, 10-sinf, 11-sinf. Katta veligani va 35 ming mana. Xo'p. Bu pachka narximi yo dona narximi? Pachka narxi. Donaga ham kelishtirib beramiz. Donaga sotaverasiz. Pachkaga ham ulgurjiga yana tushib beramiz undan aytgan narxi. Hozir aytilgan narxlar pachka narxi. Pachkada nechtadan bo'ladi? Bitta pachkaga bittadan nachossin qalini, bittadan solingan. Hozir shundan kimdir kelib tashlab beramiz. Menga bir dona kerak desa, beraveramiz unga. Shu narxda? Shu narxda ham beraveramiz. Dona pachka narxi bir xil ekan. Buchi deb qo'ygan. Bular 12,5 mingdan. 12,5 ming so'mdan ekan. Necha yoshga tushadi bu? Bular 4 yosh, 5 yosh. 4 yosh, 5 yoshlarga tushar ekan. Bambuk velvet nimalar? O'rta razmerlar 24 ming. Mana bular nachosliklar. Ha, 24 ming. Kemonda koja palasalarimiz bor mana. Xitoydagi bu 50 ming oshiqda, bu bizniki 32 ming. Ha. Nachos bellari mana belida ozgina farq qiladi. Qo'jalari archilmaydi, yorilmaydi. Avtomatga solib yursa ham Svitaniyadan o'tgan. 32 ming, o't kattasi bobilikani 35 ming. Donagachi donaga. Donaga shunaqa pachkaga kelishtirib beramiz. Pachkaga kelishtirib berish ekan, dona narxi ekan. Xo'p, yaxshi. Bu tomonlarda ham shu narsalar ekan. Katta velvetlarimiz 30 ming. Bularchi? O'sha rasvetkasi 24 mingdan o'sha o'rta razmerda rasvetkalari. 24 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 204 20 40. 91lik 204 20 40. Shunga telefon qilaverasizlar. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. Narxni kelishtirishaverar ekan mana. Ko'proq olaman desalar ham shu yerda bor ekan. Mana Boboshev bozorida tugayapti. Ertalab 5 ta kenglar hozirgi vaqtda. Kunduzi 10 da o'zi yig'ishtirishni boshlaydi sotuvchilar. Oxirgi vaqti 11 da. Mana kimdir yo'l kirax kelolmasin kechikirganda deyapman. Mana shu vaqtliroq kelaverasizlar.